Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Xudo xohlasa yangi kanal, yangi darsliklarni boshlaydik Xudo xohlasa. Demak, birinchi mavzumiz, to'g'rirog'i biz biologiya fani bo'yicha har bir mavzuni alohida darslik sifatida chiqaramiz. Demak, zoologiya kitobidan soxtaoyoqlilar sinfiga mansub bo'lgan bir hujayrali, ya'ni sodda hayvonlar bobining soxtaoyoqlilar sinfi haqida demak gaplashamiz. Soxtaoyoqlilar eng sodda tuzilgan bir hujayrali hayvonlar hisoblanishadi. Ularga dastlabki sinf vakili hisobida oddiy amebani demak misol qilib keltirishimiz mumkin bo'ladi. Demak, ameba asosan to'kilgan barglar, xas-cho'plar bilan ifloslangan ko'lmak suvlari demak tubida hayot kechiradi. Tanasining kattaligi 0,2-0,5 mm demak atrofida bo'ladi. Doimo demak ularning hujayrasi demak o'zgarib turadi. Chunki uning tashqi qobig'i yumshoq va elastik bo'lganligi uchun sitoplazmadagi suyuqlik qaysi tomonga qarab oqsa, o'sha tomonga qarab demak harakatlanadi. Demak, sitoplazmasida bitta yadro va hujayra organoidlari bor. Hujayra membranasi sitoplazmani tashqi tomondan demak himoya qilib turadi. Demak, ularning harakatlanishi qalin qattiq qobig'i bo'lmaganligi tufayli ularning soxta oyoqlari orqali aylana harakat qiladi. Bir soxta oyog'ini chiqaradi va undan keyin ikkinchi soxta oyog'ini chiqarib birinma-ketin harakat qilishi hisobiga demak ameba harakat qiladi. Ularning demak oziqlanishi amebaning oziqlanishi demak suvda mikroorganizm, juda ham kichik mikroorganizm keladi, soxta oyoqlarini chiqaradi va uni qamrab oladi va uni o'z tanasiga demak singdirib oladi. Hazm qilishi demak boyagi organizm kirgandan keyin u yerga demak pufakcha hosil bo'ladi. Hazm qilish vakuolasi deb ataladi bu. O'sha hisobiga demak u yerdan shira ajraladi, shira ajralishi hisobiga ovqat hazm bo'la boshlaydi. Shuning hisobidan u hayot kechirib o'sishi, rivojlanishi, ko'payishi uchun xizmat qiladigan demak energiyani hosil qiladi. Demak, nafas olishi ameba suvda erigan kislorod orqali nafas oladi. Kislorod energiyani hosil qilib beradi va ortiqcha moddalarni ameba hayoti zarur moddalarni tashqariga chiqarib yuboradi. Bu tashqariga chiqarishida qisqaruvchi vakuol degan maxsus pufakcha yordamida keraksiz moddalarni va karbonat angidridini demak chiqarib yuboradi. Demak, ularning ta'sirlanishi. Demak, amebaga biz ameba solingan suyuqlikka ozginagina tuz solsak, u ta'sirlanib yumaloq shaklga kirib oladi. Ya'ni oyoqlarini yig'ib yumaloq shaklga demak kirib oladi. Hujayrasi juda sodda tuzilganligi uchun hujayrasi ikkiga bo'linib, yadrolari ikki qismga bo'linadi, tanasi ingichkalashadi va ikkiga ajralib, ikkita yangi hujayra hosil bo'ladi. Bu yerda ona hujayra yo'q bo'lib, ikkita hujayraga aylanib, u yerdan yangi amebalar hosil bo'ladi. Bu ko'payish albatta jinsiz deyiladi, chunki ikkinchi jins vakili bu yerda qo'shilmaydi. O'zini o'zi bo'lish hisobiga demak oddiy suv amebasi demak ko'payar ekan. Ular demak sista ham hosil qiladi. Bu sista hosil qilishi hayotini saqlab qolish uchun xizmat qiladi. Ya'ni suv kamayib qolganda yoki qanaqadir bir quruqlik, sovuq bo'lganda ular tanasini yig'ib olib yumaloq shaklga kiradi va qalin po'st hosil qiladi. Shu yerdan demak u sista hosil qiladi. Demak, soxta oyoqlilarning xilma-xilligiga keladigan bo'lsak, foraminiferallar va kremniy skeletli nursimonlar ko'p uchraydi. Hozirda ularning
demak, kremniy qobiqli nursumonlardan silliqlash sifatida foydalaniladi. Undan tashqari parazit vakillari ham bo'ladi. Albatta, hayvon sinfining parazit vakili hisoblangan ichburug' amebasi hisoblanadi. Sut emizuvchilar ichagining devorini, demak, yemirib, qonli ichburug'ni hosil qiladi. Mana aziz abituriyentlar, birinchi bobimizning ameba sinfini tugatdik. Albatta, bizni qo'llab-quvvatlab turishingizni so'rab qolamiz. Like va obuna bo'lishni unutmang. Keyingi mavzumiz xivchiliklar sinfi bo'ladi. Hammaga sog'lik va salomatlik tilaymiz.